Fayzullayevaman, Navoiy shahrida turaman. Reanimatsiya bo'limida hamshira bo'lib ishlayman. Bu mahsulotlarni tanishib, o'zimga oldim, chunki o'zim meditsina xodimi bo'lganim bilan o'zimdek holatlarni o'zim yaxshi biladim. Nima deganda, mana biz 12 soat ikki yo'ldoshli ishlaymiz-da, ishdan keyin har doim oyog'imga vanna qilardim, mazla surtardim, belim bilan oyog'imda og'riq ichida bo'lmasdi-da. Yig'lab qaytardim og'riq kuchliligidan. Bu mahsulotlarni beshalasini ham ichyapman. O'zim, qizim, o'g'lim uchalamiz hammasini ichyapmiz bir oy mobaynida. Birinchi eng yaxshi sezgan rezultatim bir haftaning ichida men kechqurun uxlab bilmasdim. Chunki chanoq suyagimda kuchli og'riq bor edi. U uyqu bermagan hech qachon. Mana shu bir haftaning ichiga chanoq suyagida og'rig'i menda yo'q. Bu eng katta rezultatim. Keyin hech qachon ham bo'lib, pastda ham bo'lib tushgan narsani ola olmasdim. O'rnimdan turish uchun bunday qilib robotga o'xshab turardim. Belimdagi og'riqlar ketdi, oyog'imdagi, bo'g'imdagi og'riqlar umuman ketdi. Yana analizlarni topshirganimda hech qachon menda so'yi normali chiqmagan. Qonim har doim quyuq bo'lgan. Gemoglobin doim past bo'lgan. Biz endi har 6 oyda analiz topshiramiz. 100% analizlarim udar chiqqan. 100%. Bir oyga ham bo'lgan. Bir oyning ichida juda ham zo'r rezultatlar oldim. Yana bir narsa aytaman, ko'ryapsiz, semizroqman. Anchaga ozidim. Hamma ham krasavitsa bo'lib turibsiz. Yeydigan ovqatimni me'yorini his qilyapman. To'yishimni bilyapman-da. Yarimlarga kelganda уже ketmay qoladi. O'zimni уже sezaman. Bu yaxshi rezultatim. Keyin ijroga juda ko'p bo'lardim. Dori ichmasam to'xtamas edi. Hozir ham ba'zida bo'lib qoladi, chunki biz ham me'yorsiz ovqatlanamiz ishimiz tufayli. Bir ikkita stakan suv ichgan bilan o'zi o'tib ketadi. Hatto mahsulot qabul qilishgacha ulgurmayman-da. O'zi o'tadi. Endi aytaversam rezultatlarim juda ham ko'p. Endi bu mahsulotlar shunaqa natijalarni ko'rib boshqa yaqin insonlarimizga